Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men sizlar bilan yettigohram bugun qanaqa qilib PUBG tekin yo'lsiz olishni o'rganamiz. Telegramga kiramiz. Qidirish tugmasiga bosamiz. Ilova desak. Mana ikkinchida ilova Xuz bot turibdi. Mana shu ustiga bosamiz, boshlashni bosamiz. Keyin bu yerda ilovalar chiqadi. Tagiga tushsak, keyingi qator degan joy bo'ladi. Mana shu ustiga bosamiz. Yana pastroqga tushamizda, bu yerda tanga degan yozuv turadi. Keyin mana shu ustiga bitta bossak, ilova chiqadi, o'yin. Lekin bu qimorbaz. PUBG degan yozuv bor bu yerda. PUBG ustiga bitta bosamiz. Mana hamma UC bor. Mana shu yerda UC olaverasizlar. Mana shu tepada tangaga olaverasizlar. Video yoqqan bo'lsa, kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'ying.